ostida. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar hamda aziz bolajonlar hamda e'tiborli e'zozli o'qituvchilarimiz. Mana bugun tantanamizni, bayramimizni sababchilari 1-sinf o'quvchilaridir. Bularning bugun savodxonlik bayrami o'tkazilayotgan ekan. Shu munosabat bilan bularga jajji bolajonlarimizga, 1-sinflarimizga o'qishlarida omad, rivoj, yaxshi baholarga o'qib, kelajakda yaxshi insonlar bo'lib yetishishda tilakdoshmiz. Ularning kelajakdagi ishlarida mana shu o'qituvchilardan jamoamiz nomidan bularga omad tilaymiz. Mana bugungi bayramni ham yaxshi o'tkazib olishda tilakdoshmiz. Kelajakda katta ishlarda ishlab, yutuqlarga erishishni tilab qolamiz. Shu bugungi bayramimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Rahmat siz berganingiz. Sizga shodlik ulashgay bo'ykin, bog' lazalari gashti o'zgacha, dilda shodlik, chehralar gulgin. Hozir 1-sinf o'quvchilar tomonidan hozirgi navbatni Madhiyaga beramiz.
daho, tubida marjonlar yig'ilgan daryo. Garchi bir ekamsiz bo'lsa-da dunyo, baribir uningsiz hayot bema'no. Endi esa birinchi A sinf o'quvchilar tomonidan ustozlar qo'shig'i gap navbatni beramiz. Tayyorladingiz. Assalomu alaykum. Ko'zlari porloq, o'zlari quvnoq, bilimga chanqoq bolajonlar. Men sizlarning sevimli kitobingiz Alifbe bo'laman. Meni asrab avaylab xud bilan o'rganganingiz uchun men sizlardan minnatdorman. Endi ruxsatlaringiz bilan harflarimni mehmonlar va sizlarga tanishtirib o'tsam. Har biri jimjimador. Ana safga tursinlar. O'z sirini baylab bayon harflar tilga kirsinlar. Qani harflar so'zlasin, tartib bilan tizilib, boljonlar so'zini eshitaylik maza qilib, harflar tilga kirsin. Assalom avvalo jonajon, alla aytib ketdi qilgan onajon. B harfi buyuk bobosi bor, boshida bukun, butun el taniydi yurtimni bugun. Sizdan deyman jon tanim, O'zbekiston mening vatanim. E harfi elim deb yotim deb yashayman havas, o'yat baxtim mening baxtimdir abad. Bu harfi fido bo'lsin mayli bu jonim, faqat omon bo'lsin ona vatanim. Gulla go'zal gulgun diyorim, gul maskanim O'zbekistonim. Yotim qurilgan baxtimdan faqat
to'ymayman. Lolaman lolo yonadi yuragim, xalqqa mehnat orzu tilagim. Men harfi meni me'mordana mashhur makonim, men tug'ilib o'sgan O'zbekistonim. Men harfi non aziz non bilan hayot inson non nishon ko'zda sirkin borildi. Ona yurt onajon O'zbekistonim, ona kabi aziz jon jahonim. Harfi poytaxtim Toshkentim, parlagin yurtim, paxtaga qonma-qon O'zbekistonim. Qo'limda qalamim she'r bitay sizga, onajon doston ko'p ta'rif sizga. Rohatma shudmi jannat makon, so'zlarim bor. Salom sevimligim serqayishlar, sen ta'rifingga aytaman Aliya. Tinga tiyona dostonim 31 yoshim qutluqdonim. Bu harfi unutmayman ustozim, har biringiz umvonatimda ulkan mehringiz. Bu harfi vatanim volidam, vatanda jonim, vatan ishqimni o'tar onim. Xalqimning ovozi baland har onda, hamo qushi shod uchar maviy osmonda. Qarsaklaringiz. Rayhon isli nafis atir gullarim, dil qo'rim ko'z nurim aytar so'zimsiz. Mana bu shartda o'qishga xat savod chiqarib qo'ydingiz nagahon. Bolalarga bosh bo'lar, sizlarga sirdosh bo'lar. Bahram barna botirni yozganda yo'ldosh. Otebek. Yaman davrada doim Böyle vermişler. Siyah sana böyle. Ana. Yok varmış. Ben onu taşıyandım. Çok kötü de o. Nime değiştim bakalım. Böyle var. Ben öyle. Ha? Yok şunu mu düz yansın da. İhtiyat valinkli. Ekranda Erkin akam. Ekranda Erkin akam. Size birden taşıvarın ağzını size verem ona. Taşka kartı söyleyeyim ona. Ben onu bu kuyuya çıkan alıp veririm. Taşıvarın. Durma.
Aldım. Başkent ana. Sıdan boşlanır. Sıdan başlanır. Başkent ana. Sizlar tomonidan binafsha raqsiga beramiz. Marhamat. bo'lsin. Hozir birinchi B sinf o'quvchilari tomonidan raqs tomosha qilamiz.
ko'zlar quvonar cheksiz. Bayramingiz sizga muntazir. Endilikda 1-A sinf va 1-B sinf o'quvchilari yodlagan she'rlarga navbatni beramiz. Zibeya is white, Ziyot is black, Zidog is black, Zipapi is two. Ustozim bor mehribon, boshimizga soyabon. O'zi juda talabchan, bo'lsin doim sog'omon. Ustozim yuzga kirsin. Davronlar sursin. Dasta gul tutsam, arzimas bu bilim. Barcha ezgulik sizga. Aziz buyuk ustozim. Har so'z uchun yetarman, onamizday mehribon. Haq yo'lda berar saboq, ichilar suruv jumboq. Bu ustoz muallim. Mehringiz jo'shqin daryo, qalbingiz gavhar a'lo. Sizga ming taqdir dalim, aziz ustoz muallim. Mehribonim izingiz ustozlar, yoqimli izingiz ustozlar. So'zlardan g'amang, so'zlaringiz qilasiz bayon. She'rlar o'rgatasiz bizga, rahmatlar aytamiz sizga. Sog' omon bo'ling doim, sizni asrasin Xudoyim. Spring is green, summer is bright, autumn is yellow, winter is white. Qarsaklaringiz. O'zidir har kimki jafo qilsa, jafo topqusidir. Yaxshi kishi ko'rmagan yomonlik hargiz, har kimki yomon bo'lsa jazo topqusidir. Qorazin yapqach qizimdan sochilur qarnam quyosh, ko'ylagim paydo bo'lar, yerdoz ham bo'lg'ach quyosh. Farzand degan jon fido, tinib tinchimas aslo, bardam salomat bo'ling ota-onam doimo. Birni bag'riga bosgan bolalar qona bosgan, yuksalaver yildan yil O'zbekiston jonvatan. Alifbe bo'ldi sirdosh, bilim yo'lida yo'ldosh, sochdi ziyo nurini bo'lib misolli quyosh. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are up above the world so high, like a diamond in the sky. Sizga beramiz. Do'stlar, hamkasblar va ota-onalar, mana bugungi 6-7 maktabda savodxonlik bayrami bo'lyapti. Bu bayram munosabatida hamma ota-onalarni, ustozlarni tabriklayman. Maktabimizda 42 ta o'quvchi bor. Mana ustoz Saidboz Urtayopaga, Shavkat aka Ishmatovga tabriklaymiz. Rahmat. Bayram chiroyli tadbirlar tashkillashtiribdi. O'quvchilarimizga yana kelajakda o'qishlariga katta omadlar, zafarlar tilab qolamiz. Rahmat. Baxtli omad tilayman, kamolingiz ko'rishlikni yaratgandan so'rayman. Hozirgi navbatda 1-A sinf o'g'il bolalar tomonidan ruscha raqs.
o'quvchilarimizga bitta qarsak bo'lsin. Birinchi B sinfning inglizcha raqsiga navbat. Hi kids, let's shake our body. Come on, dance to the tune. Workout is a boon. We are healthy soon. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. March, march, march. Let us all march. March, march, march. Get your body charged. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Jump, jump, jump. Let's all jump. Jump, jump, jump. Make your muscle pump. Punch, punch, punch. Let's all punch. Punch, punch, punch. Have a hearty lunch. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Qanchaklaringiz? Sinflar o'rtasida matematika bo'yicha qiziqarli shart bo'lib o'tadi. Yaxshi, bo'lmasam qarang, savollar matematikadan 13da qo'shish, ayirish ikkita o'quvchimizga beramiz. Va ikki o'quvchimiz quloq soltiring. 5 ga 4 qo'shamiz. Bo'lish kerak-da, mikrofon kerak-da. Keling. 5 ga 4 qo'shamiz. Kim bu tayyor bo'lsa aytadi javob. Endi ikkovi ham aytyapti hozirga. Bizni hamma o'qituvchilarimiz qarab turmay turib, ikkovga yaqinroq kelib turib, qo'l ko'tarasan. Bilganing, tushundikmi? Yo'q, birdan aytgan, ikkovi birdan aytishim mumkin. Qo'l ko'tarasiz, aytaverasiz. Tushundik-a? Ikkovingiz ham tayyormi? 7 ga 2 ni qo'shamiz. 4. Noto'g'ri. 7 ga 2 ni qo'shamiz. To'g'ri. Qurban. Aha. Yana ketdi. Quloq solib turing. Menga qarab quloq sol, menga qarab quloq soling. Ayirishdan beramiz. 8 dan 3 ta ayiramiz. 5. To'g'ri. Aha, bir qadam. Endi 9 dan 4 ta ayiramiz. 5. To'g'ri. 7 dan 3 ta ayiramiz. 4. To'g'ri. 3 ga 3 ni qo'shamiz. Ikkovi ham bo'lyapti hozir. Tomoshabin hammaga. Boshqa savol beramiz. Birdan qo'l ko'targaningiz uchun. Oldin qo'l ko'targaningizda so'raymiz. Bilsangiz ham oldin qo'l ko'taring, maylimi? 6 ga 3 ni qo'shdik. 9. To'g'ri. 10 dan 4 ta ayiramiz. 6. To'g'ri. 8 dan 2 ni ayiramiz. 5. To'g'ri. 8 dan 2 ni ayiramiz. 6. To'g'ri. Birdan javob bering. O'ylab o'tirishga vaqt yo'q. Bilasiz. 3 ga 3 ni qo'shamiz. 6. To'g'ri. 4 ga 5 ni qo'shamiz. Ikkovi bilan birdan ko'taryapsiz.
5dan 4 ayirdik yana. Yana ikkovi ham tayyor. Aha. 4ga 2ni qo'shamiz. Ikkovi zamon birdaniga o'lyapsiz. 10ning 20ning ichida ham beraylik savol ularga. 10ning ichidagi oson bo'lib qolyapti-da. To'g'ri. 13ga 7ni qo'shamiz. Qaysi? Qaysi? Ikkovingiz ham bo'lyapti-da, mana qarab turingizlar. Ha? Mana javob ber. 13ga 7 dedik. Necha? 20. To'g'ri. 12dan 5ga ayiramiz. 12dan 5 2. Javob yo'q. 12dan 5 dan ayiramiz. Yana o'ylab javob berishingiz mumkin. 7 to'g'ri. Maqlamiz shu yerda to'xtatamiz. Endi savol javoblarni qarsaklar bilan ikkoviga ham qilamiz. Yaxshi, joy-joyingiz bor. Savol javobimizda Boymurat xonim. Qarsaklaringiz bo'lsin, eson bo'lsin, so'nmasin oy quyoshing, senga baxtli davron bo'lsin. Endilikda qarsaklaringiz ostida 1-A sinf qizlar tomonidan xorazmcha raqs. aşıkman Hasta yetersen yana dermansın Senge aşıkman, senge aşıkman Çıkar bulup menden uzaklarga Dilginamda ne şöyle yandırarsan Taşlap koyup beni fıraqlarga Hıcran azabiga koyadırsan Meni halimdan haberi yoktur Sekin yüreğimge tekken oktur Mayli işansang işanmasang ham Dünyada mende yaşı değil yoktur Sen menga shirin armısın Senga aşıkman, senga
yaşalı, oynalı sen bilen, danışalı, yaşalı, yaşalı sen bilen, danışalı, yaşalı, oynalı sen bilen. Sen bir dana dana, gel bir yana yana, yandırasan, hey güldürasan. Sen bir dana dana, gel bir yana yana, uçuşuruz, gafleşiriz. Danışalı, yaşalı, yaşalı sen bilen, danışalı, yaşalı, oynalı sen bilen, danışalı, yaşalı, yaşalı sen bilen, danışalı, yaşalı, oynalı sen bilen. Başımızda. Kara saçlarınday, uzun saçlarınday, oynatamam ben seni. Aynen 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 ay. Kara saçlarınday, uzun saçlarınday, oynatamam ben seni. Aynen 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 ay. Oynatamam ben seni. Aynen ay aynen ay. Oynamasan ahvalım vay nay vay nay. Sabrımsan şunşa sinamay sinamay. Bunça 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 kıymay. Oynatamam ben seni. Aynen ay aynen ay. Oynamasan ahvalım vay nay vay nay. Sabrımsan şunşalar sinamay sinamay. Bunça 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 kıymay. Zamana bir kara, saçların kara kara, oynayman dersen eğer, gün boyu kuşağı sorar. Biz zamana bir kara, saçların kara kara, oynayman dersen eğer, gün boyu kuşağı sorar. Oynatamam ben seni, aynen ay aynen ay. Oynamasan aklım, aynen ay aynen ay. Sabrımsan şunşa sinamay sinamay. Bunca 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 kıynay. Oynatamam ben seni, aynen ay aynen ay. Oynamasan aklım, aynen ay aynen ay. Sabrımsan şunşalar sinamay sinamay. Bunca 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 kıynay. Yerim. Hozirgi qiziqar ko'pik yig'ish shartiga beramiz. hamda ustozlar, hurmatli o'quvchilar, mana bu hozirgi shartimiz
kubok yig'ishadi. Mana o'quvchilariga hayvonlarni rasmlarini qildi. Hozir birinchi o'rinda Eshmatov Shavkat domlalarning rosi tez va qisqa anoda birinchi o'rinda tuzdi. Ikkinchi o'rinda bu opamizning sinfi, Zulfiya opaning sinfi bitta xato qildi. Birinchi o'rin hozir birinchi B sinf. Ikkinchi o'rin esa birinchi A sinf o'quvchilari bo'ldi. Demak, davom etadi. Baxtli bolalik bizda, baxtiyor o'g'il qizda, tinchlik bo'lsin elimizda, kirsin osmonimizga. Hozir esa birinchi B sinf o'quvchilar tomonidan raqamlarni beramiz. Rakamlar bir kuni can bulur. Birden tortib 9'ga kadar. En birinchi bo'lib 1 keldi. En so'ngida 9 darbadar. Nolni taklif qilmadilar ham. Uni raqam bilmadilar ham. Maqtandilar rosa o'zaro. Kelib chiqdi oxir mojaro. Rakamlar boshimga berdi. 9'da ko'ksini kerdi. 7 esa sirliman dedi. 6 undan qolishmas edi. 8, 5, 4, 2 hamda 3. Maqtandilar ne so'z bo'lsa duch. Xullas kalom eng kichik bo'lib 2dan ham teng kichik bo'lib bir sharmanda sharmisor bo'ldi. Barcha raqam ustidan kuldi. Shu payt nogoh nol kelib qoldi. Bir uni shart yoniga oldi. Shu yo'l bilan o'ngga aylandi va ayolsiz jangga shaylandi. Hamma nolni yoniga tortdi. Uning qadri qimmati ortdi. 9 mahkam ushladi nolni. 90 bo'ldi ko'y bu holni. Shunday qilib nol talash bo'ldi. Raqamlarga qiymat bosh bo'ldi. Shoyat manzur sizga bu qissa. Ushbu erur qissadan qissa. Kamsitmang hech hasni ham. Toshu kesak baland hasni ham. 7 emas 1000 o'ylab so'ngding. Nol bo'lmasa 1000 ham barakating. Ustozlar, ota-onalar, mana bugun farzandlarimizning savodxonlik bayrami o'tayotgan ekan. Bu farzandlarimizning hammasiga sog'lik, salomatlik, ustozlarimizga kattadan katta rahmat. Shuncha tadbirlarni uyushtirib, bolalarimizni shuncha tarbiyaga, nimaga o'rgatibdi. Biz ota-onalar nomidan tashakkur bildiramiz. Mana bugungi bayramlaringiz hamisha, har kunlaringiz shunday bayram bo'lsin. Hammada bo'lmaganda shu o'g'il qizlarimiz ham shu ustozlarimizdek ustozlar bo'lib yetishsin. Hammasiga sog'lik, tinchlik, yurtimiz tinch bo'lsin. Hamisha mamlakatlarimiz obod bo'lib, kundan kun bayramlarga ulashib kelayotgan xotin-qizlar bayrami bilan bu yerda o'tirgan barcha ota-onalarni, ustozlarni tabriklaymiz. Bayramlarimiz yana Navro'zlarga, yangiliklarga, yaxshiliklarga boy bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lib, hamisha har kunimiz bayram bo'lsin. Rahmat. 8-mart bayrami bilan ustozlarimizni tabriklaymiz.
Endilikda 1-A sinf o'g'il bolalar raqsi. Rahmat. Bitta chiroyli qarsaga bo'lsin shu yigitlarimizga. Davom etamiz davramiz. Ustozga har nadilda boringiz. Jajji 1-sinf o'quvchilarimiz, ya'ni 1-B sinf qizlar tomonidan raqs, jo'jachalar raqsi. Sana
keldingiz. Bir sinf o'quvchilari qizlardan tomonidan raqs. Aziz ustozlar va ota-onalar, mana bugun birinchi sinflarning savodxonlik bayrami bo'layotgan ekan. Shu fursatdan foydalanib, barcha ustozlariga rahmat aytmoqchiman. Va kelayotgan 8-mart bayram bilan tabriklayman. Mana bugun bolajonlarimizning savodxonlik bayrami ekan. Biz sizlarga avvalambor ustozlarga kattakon rahmat aytamiz. Bolalarimizga shunchalik bilim berib, bilimini oshirib, mana bayramlar chiroyli o'tkazib berayotganlaringiz uchun. Kelajakda hammasi oliy ma'lumotli bo'lib, yetuk kadrlar bo'lib yetishiga tilakdoshman. Ustozlarimizni, jami ayollarimizni kelayotgan 8-mart bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammalaringizga rahmat. bor ekan. Ularni topshiradi. Marhamat, qarsaklaringiz ostida. Hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar. Mana bugun savodxonlik bayramini yaxshi tarzda o'tkazib oldik. Endi biz mana ota-onalar nomidan ustozlariga va aziz quvnoq o'quvchilarga arzimas sovg'alarimiz bor. Hozir o'qiymiz. Bitta kelib sovg'angizni olib ketasiz, yaxshimi? Ota-onalardan sovg'ani beraversin. Shamshodni. Shuna? Choriyev Jamshidni. Birinchi A sinf o'quvchisi Boymurodov Quvonchbekni savodxonlik bayrami bilan tabriklaymiz. Yukonemiz. Birinchi A sinf o'quvchisi Haydarov Lazizbekni birinchi A sinf o'quvchisi Turg'onov Asqarni birinchi A sinf o'quvchisi Esonov Nurbekni birinchi A sinf o'quvchisi Mengnimurodov Bilolni birinchi A sinf o'quvchisi Omonov Oybekni
sinf o'quvchisi Esonov Elchinbekni ol. Birinchi sinf o'quvchisi Amonova Aminani. Birinchi sinf o'quvchisi Abdulla Shahzodani. Birinchi sinf o'quvchisi Mamanazarov Javohirni. Birinchi sinf o'quvchisi Ishonqulova Manzurani. Birinchi sinf o'quvchisi Bozorova Dilnozani. Birinchi sinf o'quvchisi O'rolova Begoyimni. Birinchi sinf o'quvchisi Eshmamatova Ruxshona. Keling. Birinchi sinf o'quvchisi Abdumalikova Aziza. Keling. Birinchi sinf o'quvchisi Abdusalomova Shahzodani. Birinchi sinf o'quvchisi Choriyev Jamshidni. Birinchi sinf o'quvchisi Fayzullayev Qodiralini. Birinchi sinf o'quvchisi Boboqulova Ranoni. Birinchi sinf o'quvchisi Ziyadullayev Muhriddinni. Birinchi sinf sinf rahbari Saidova Zulfiya opani zinatka bilan taqdirlaymiz. Birinchi sinf o'quvchisi Choriyeva Zohidaxonni keling tabriklaydi. To'g'ri yozdi. Hurmatli ota-onalar, mana ikkinchi B sinfga ham sovg'asini topshirib o'tib, birinchi B sinf sinf rahbari Eshmatov Shavkatni. Birinchi B sinf o'quvchisi Yormo'minov Ilyorbekni. Ilyosmi? Birinchi B sinf o'quvchisi Mo'minov Bekzodni. Birinchi B sinf o'quvchisi Iskandarova Muhsinani. Birinchi B sinf o'quvchisi Muhammadiyeva Fotimani. Birinchi B sinf o'quvchisi Choriyev Adham. Birinchi B sinf o'quvchisi Yusupov Sirojiddinni. Birinchi B sinf o'quvchisi Xo'shboqov Otabekni.
Birinchi B sinf o'quvchisi Omonova Osiyani. Birinchi B sinf o'quvchisi Jalolova Jamolova Sabrina. Birinchi B sinf o'quvchisi Hasanov Abdu Rasulni. Sesma? Birinchi B sinf o'quvchisi Rahmonov Siddiqni. Birinchi B sinf o'quvchisi Ulug'bekni. Jo'ramamatov Elbekni. Birinchi B sinf o'quvchisi Xurramova Diyorani. Birinchi B sinf o'quvchisi Abduqobilov Abdumurodni. Birinchi B sinf o'quvchisi Oborahmatova Asilani. Asalma. Birinchi B sinf o'quvchisi Muhammadiyeva Zuhrani. Birinchi B sinf o'quvchisi Quvondiqov Shamshodni. Birinchi B sinf o'quvchisi Muhammadova Shoirani. Hurmatli aziz mehmonlar, mana hozirgi so'z navbatini ota-onalarga beramiz. Mana ustozlarini, farzandlarini tabriklash uchun so'z navbati kimga? Birinchi B sinf o'quvchilaridan Ali va Sayyor opaga so'z navbatini beramiz. Yana bir bor assalomu alaykum aziz ustozlar, ota-onalar, o'quvchilar. Bugun shogirdlarimizga bolalarimizni yaxshi o'qitish uchun, bular kelajakda yaxshi yetuk farzandlar bo'lish uchun bu sovg'a salomimiz bor, bir arzimasgina shuni taklif qilamiz. Beramiz bu ustozga rahmat. Nasib bo'lsin, bundan-da yaxshi, bundan-da chiroyli, bundan-da omadli bo'lsin bayramlarimiz, to'ylarga ulansin. Hamisha sog'lik, tinchlik, salomatlikda ko'rishaylik ota-onalar, kelganlarimiz uchun rahmat. Rahmat Shavkat domla sizga mana. Prezident bo'lsin. Zulfiya opa, sizga ham tashakkur. Avvalambor assalomu alaykum. Birinchi A sinf o'qituvchisi Zulfiya domlaga rahmat aytaman. Mana shularni o'qitib, uncha tarbiya qilayotganligi uchun. Dars bo'lsa mana shularni yaxshi o'qitib bitirayman. Televizorda sizga savol qilaman. Hurmatli o'quvchilar, ota-onalar, tartib bilan o'quvchilar, hozir mana shu birinchi sinf o'quvchilarining ota-onalari va o'quvchilarini davraga taklif qilamiz va bir juft raqs chiroyli bir yaxshi qo'shiqlardan qo'yib bersangiz. Yaxshi kunlarga ko'rsak, omonlar bo'lsin. Yaxshi bilan ona tillardan nima qilasiz? Marhamat, hurmatli aziz ota-onalarimiz. Kabutar maktubimni darrov borib yora yetib. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr. Kabutar maktubimni darrov borib yora yetib.
geçer 1100 kilometre Kabutar mektubunu derhal varıp yara yeter Toshkentdan Xorazm geçer 1100 kilometre Kabutar mektubunu derhal varıp yara yeter Devam ederiz şaşırmasın पैदा शोख फरीजा सिंगल था बोल जहां मुल्क द पैदा शोख फरीजा सादी अरिश्ती başıma külfet sevda kulhum aynı feryat Bilmem nesfet ademidir nazı halide Gözler şehra kul dinleyin bir bakşine Misli şeyda cümle kalbi can Kul dinleyin bir bakşine Misli şeyda cümle kalbi can Cahanda Majnun ile Ferhat Ben böyle kaçandım buluş içine cahanda Majnun ile Ferhat Boş yemezsen kanar kalan Her zaman yüz cefa kılırsan Her zaman yüz cefa kılırsan Minnet kemur kara kılırsan Minnet kemur kara kılırsan Aklımda taşıyıp Hüseyin Celal Aklımda taşıyıp Hüseyin Celal Kasımda taşıyıp siyah kılırsan Kasımda taşıyıp siyah kılırsan Gözü kaşı karaldı Dağlarından dağlarından Gözü kaşı karaldı Dağlarından dağlarından Siyasi bir şarvanı Dağlarından dağlarından Siyasi bir şarvanı Dağlarından dağlarından Sana gerek bana sen gerek Bana sen gerek sen ben gerek Sana ben gerek bana sen gerek Bana sen gerek sana ben gerek Hicranıda orta gelmesiz ne iş Nakilere salması yıldız ne iş İşraşın sevgisine okşamaz ey Saadatlı biz ne iş Oyla gülüm muhabbetin ortuna İkimizin yollarımız başka Kuş oynaşıp replerimiz bağda Kumar kargenimiz başka Yüzü gül ya, yetmemenize Yüzü gül ya, yetmemenize Her şey ortadan canginen tünler bidar Her şey ortadan canginen tünler bidar Yüzü gül ya Şirin şirin sözle gel şu güzel kumarına Kara gözle gözle gel kara göz kumarına Şirin şirin sözle gel şu güzel kumarına Kara gözle gözle gel kara göz kumarına Kara gözle gözle gel kara göz kumarına Kara sorunca sigara Suyla torbuna, kuşlar uçadı torbuna Bomburan suyla torbuna, kuşlar uçadı torbuna Belen dağlar sıraylı, başladı dudağ torbuna Asırleşen zorbuna, kırkları uğradı kirbuna İki avfina itayını, kolunda koşar torbuna İki avfina itayını,
saldı Sana bakkan kız bilen Yaxshi insonlar juradi Yilida davron kız bilen Quvonib tursa har odam Ostida turgan kız bilen O'tayotirda bu dunyo Qancha bahor yoz bilan Ikov sirmay tayinay Qo'limda sungan soz bilan Ikov sirmay tayinay Qo'limda sungan soz bilan Aha, oho, aha, Kelindi suluv ko'rsatar, og'zida suvdan bolasi. Kelindi suluv ko'rsatar, og'zida suygan bolasi. Kelindi suluv ko'rsatar, og'zida suygan bolasi. Aha, 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 Xorazmchasiga olaman, xush kelmasin. Saçlarını taraşlarım yakıp kaldı da Yandıradı karaşlarım aklım aldı da Saçlarını taraşlarım yakıp kaldı da Dilara, Dilara, nasıl Dilara, Dilara
Duoyingiz ko'zlarimning nurlari, boyligingiz qalbimning huzurlari. Duoyingiz ko'zlarimning nurlari, boyligingiz qalbimning huzurlari. Parvonasiz kecha kunduz qoshimda, shundan tinmas tilimning shukrlari. Parvonasiz kecha kunduz qoshimda, shundan tinmas tilimning shukrlari. Otajon, onajon, jonim madori. Otajon, onajon, baxtim tumori. Otajon, onajon, jonim madori. Otajon, onajon, baxtim tumori. Umrim tilab duodasiz hamisha, omad kuchi boshimdadir har ishda. Umrim tilab duodasiz hamisha, omad kuchi boshimdadir har ishda. Sizlar borki to'lib turar koshona, mening jonim qiynalmaydi tashvishda. Sizlar borki to'lib turar koshona, mening jonim qiynalmaydi tashvishda. Otajon, onajon, jonim madori. Otajon, onajon, baxtim tumori. Otajon, onajon, jonim madori. Otajon, onajon, baxtim tumori. Salomat bo'linglar ota-onalarimizga, ustozlarimizga, jamiki aziz mehmonlarimizga tashakkur aylaymiz. Barchalaringizga bayram